Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xudo xolasa bizlar Qo'shrabot tumanining bir so'lim go'shalaridan Ko'kalla mahallasi Ko'kalla qishlog'idamiz. Xudo xolasa bu yerda mana fasadlarimiz davom etyapti. Chiroyli bir jannat joylarda. Jannat deb aytsam ham xato bo'lmaydi. Mana buloq suvlari shaldirab oqib yotibdi. Tabiati zo'r. Xudo xolasa bu yerda ishlarimiz bo'lyapti, fasadlarimiz sizlarga ulaşamiz Xudo xolasa. Bizni kuzatib boring. Uyni fasad, terma panel, travertin, atlichinto qildiraman deganlarga jo'natib qo'yamiz. Qo'shimcha stullarimiz ham bor. To'yxona, parakatga, mahallalarga qilib beramiz. Manzarani qarang, manzarani. Ko'kalla qishlog'idagi yana bitta Xudo xolasa fayzli xonadonimiz fasadi davom etmoqda. Kimga mana shunday chiroyli fasadlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar bemalol. Buni buloq suvlari. Mazza. Tabiatni qarang, tabiatni go'zalligini. Mazza qilasiz. Xudo xolasa navbatdagi fayzli xonadonimizning fasadi. Kimga mana shunday chiroyli fasadlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar bemalol. Ana ketdik syomkalarimizda. Ha bobo. Bitta qo'l ko'tarib qo'ying-da, bitta qo'l ko'tarib qo'ying. Молодец, katta bo'ling. Ay qizim meni. Kimga shunday chiroyli fasadlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasiz. So'killarigacha Xudo xolasa chiroyli qilib beryapmiz. İşlerimizga bakıp berasizlar. Qo'lni karchirlab suvla shampun pena bilan yuvib ishlatsa bo'ladi. Shampun bo'lsa. İşlerimiz devam etyapti. Bu yerimiz ütüblet pokakli varianti bo'lgan. Tagi shlaka blog'idi. Eng katta ishongan ustalarimiz ishlayapti. Oyoqlari ma'zirancha kuchayib qolgan. Ne deganda uzum pishyapti. Birinchi Nurbek ustaman savol javob qilyapti, keyin Zohid ustaga o'tdik, oxiri Ziyoddin ustaga. Eng oxirida shu egasi Boyboman savol javob qilmasa bo'ldi.